ichimizda, tashimizda labbaykani aytib ketaveramiz. Mana shu labbaykani aytishlik hammaga ham emas. Labbayka faqat Madinadan Makkaga yoki umra yoki haj safari uchun otlangan kishi aytadi, xolos shu zavqi faqat shu odamlarning qalbida titradani qalbi. Ko'chada aytib yursangiz, ishda aytib yursangiz, unchalik shavqi sezilmas balki, lekin umraga ketayotganda Ka'baga umra qilishlik yoki haj qilishlik uchun safar qilayotganingizda ihromni kiyib labbayka aytsangiz, buni shavqi o'zgacha. Alloh taolo labbaykalarimizni o'zi qabul qilsin. Qiladigan umramizni Alloh taolo o'zi qabul aylasin. Inshaalloh yetib borganimizdan keyin yana bizga ko'rsatmalar berasiz. Men bu yoqda reja tuzib olganim bilan bu tomonda rejasidan xabarim yo'q. Hozir nima qilishni kerakligini, lekin odatda borib